Shavkat aka. Ochiq gapiraman. Xo'p. Sizni kasalligingiz bo'yicha bizda mutaxassis yo'q. Chet elda operatsiya qildirish kerak. Yana bitta masala, bu operatsiya juda ham qimmat. Sharoitingiz qanaqa o'zi? Sharoit. Ko'jon. Men siz yoningizga avtobusda kelgan odamman. Ha, bolam. Nimalar olib qo'ysan? Shu o'zimni mutaxassisligim tegishli kitob o'qib ketyapman-da. Hali ko'p o'qiysanmi? 2 yil bu yoqda o'qiyman. Qolgan 2 yilni chet elda, Germaniyada yoki Italiyada o'qiyman. Voy, sen tengi bola hozir biznesni qilib zo'r mashinada yuribdi. Shuncha vaqtingni ketkizib chet elda o'qiyman deysan. Vaqtingni ketkizib zarilmi senga, bolam? Ya doda. Shu yetayotgan bolalaringizni vaqtiga men achinaman to'g'risi. Ko'chada oliftagarchilik qilib, ota-onasini pulini ko'chaga sochib yurgandan ko'ra, hozir o'qib o'zimni kelajagimni yaratganim yaxshi. Baraka top, bolam. Xayr qil. Rahmat. Ota-onangga rahmat bergan tarbiyasiga. Rahmat. Endi bolam, sendan iltimosim bor. Xo'p. O'sha chet elda o'qib tugatganingdan keyin o'sha yerda qolib ketmagin bolam. Xo'p. O'zimizga qayt. Senga o'xshagan mutaxassislar o'zimizga ham kerak bo'ldi. Qaytaman, xudo xohlasa. Baraka top. O'sha yerda ham manzilimga kelib qolmanu. Sen qayoqqa borasan? Men hali ancha yuraman doda. Shunaqami? Bolam, o'sha gap. O'sha yerda qolib ketmagin. Xo'p. Baraka top. Ota-onangga rahmat.